mehmonxonasini nechta xonalari bor va necha kategoriyalarga bo'lingan? Orzu mehmonxonasida 5 ta kategoriya bor. Где ikkita xonamiz bor, где bitta kichkina kravatli bo'ladi. 1 kishiga 9 ta 2 kishilik xonamiz bor, bitta 9 banli katta kravat bilan. Keyin 18 ta xonamiz bor, где ikkita раздельный kravat, twin xona deyilgan. Keyin 4 ta xonamiz bor, где 3 ta раздельный kravat, bu 3 kishilikka mo'ljallangan. Keyin oilaviy xonamiz ham bor, где bitta katta kravat, bitta kichkina kravat oldi. Bu ham 4 ta. Keyin bitta lyuksimiz bor. Bitta katta kravat, bitta xonada, ikkinchi xonasida bitta katta shunaqa deyman. O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz, o'sha 1 kishilik xonalarimiz 336 mingdan boshlanadi. Lyuks olmoqchi bo'lsangiz, 1 kishi bo'lib 560 ming bo'ladi. 2 kishilik xonalarimiz 560 ming, lyuksga 840 ming. 3 kishilik xonalarimiz 840 ming. Assalomu alaykum Azizbek. Mana bugun biz Orzu mehmonxonasida mehmon bo'lib keldik. Yaqindan tanishish maqsadida. Azizbek, o'zingizni tanishtirsangiz tomoshabinlarga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, siz hamsiz? Meni ismim Azizbek Rastatulayev. Orzu gostinitsasida menejer bo'lib ishlayman. Bu aslida o'zi oilaviy biznes bu. Oilaviy biznes bo'lib ochilgan. Adam bu gostinitsani sotib olganda 2016-yildan beri keyin oilaviy biznes bo'lib faoliyat yuritib kelyapsizlar. Hozir aytishdi, Green Card bilan Amerikada necha yil bo'lib kelgan ekansizlar. Necha yil davomida? Biz 2017-yil borganmiz. O'sha yerda 8 yil yashagan. 8 yil yashagansizlar. Bu yoqda siz 8 yilmi, 7 yil o'qidingiz, ular bilan? O'tda 7 yil o'qiganman, 8 yil bo'lganmiz. Hozirgi kunga kelib o'zi O'zbekistonda mehmonxona biznesi bilan shug'ullanyapsiz. Bu Orzu mehmonxonasini nechta xonalari bor va necha kategoriyalarga bo'lingan? Orzu mehmonxonasida 5 ta kategoriya bor. Где ikkita xonamiz bor, где bitta kichkina kravatli bo'ladi. 1 kishiga 9 ta 2 kishilik xonamiz bor, bitta 9 banli katta kravat bilan. Keyin 18 ta xonamiz bor, где ikkita раздельный kravat, twin xona deyilgan. Keyin 4 ta xonamiz bor, где 3 ta раздельный kravat, bu 3 kishilikka mo'ljallangan. Keyin oilaviy xonamiz ham bor, где bitta katta kravat, bitta kichkina kravat oldi. Bu ham 4 ta. Keyin bitta lyuksimiz bor. Bitta katta kravat, bitta xonada, ikkinchi xonasida bitta katta shunaqa deyman. Orzuda narxlar qanaqa hozir? Necha puldan necha pulgacha? Biz gражданинga qaraymiz. O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz, o'sha 1 kishilik xonalarimiz 336 mingdan boshlanadi. Lyuks olmoqchi bo'lsangiz, 1 kishi bo'lib 560 ming bo'ladi. 2 kishilik xonalarimiz 560 ming, lyuksga 840 ming. 3 kishilik xonalarimiz 840 ming, inostrandagi 560 ming 1 kishilik xona, 840 ming 2 kishilik xona, 1.176 ming 3 kishilik xona, lyukslar 672 ming bilan 896. 336 mingdan 1.176 minggacha narxlar bor. Bu sezonni almashib turadi. Plus minus mana qilib beramiz. Skidkalar bo'lib turadi, bonuslari. Bonuslar qanaqa masalan bonus? Biz как бы постоянный klientlarga qarab 336 minglik xonani 300 ming qilib beramiz. O'sha 12% skidka qilib berib, keyin o'sha 560 minglik xonani 500 ming qilib beramiz. 840 minglik xonani 750 ming qilib beramiz. 750 ming qilib berasizlar. Juda ham ajoyib, yaxshi. Bu mehmonxonada asosan qayerdan mehmonlar tashrif buyurishadi? Bizda asosiy o'zbeklar kelishadi. 80% zagruzkamiz o'zbeklar bilan bo'ladi. Keyin agar kelsa, inostranda kelishadi. Bizda ko'p Turkiyadan kelishadi, Qozog'istondan kelishadi. Qozog'istonda. Joylashgan lokatsiya juda ham shaharning ichida eng qimmat joylardan bittasida.
Sizni kelajakdagi shu maqsadlaringiz qanaqa? Misol uchun mehmonxona biznesida siz otangizni bizneslarni yanada kengaytirish maqsadmi yoki yana boshqa bizneslar ham bormi planda? Xudo xohlasa mehmonxonani yurg'izish planda. Mehmonxonaga qiziqaman. Adam menga bergan biznesni men yurg'izishni Maqsad qilgansiz. maqsad qilaman. Hozir necha yoshdasiz? 15 yosh. 15 yoshda. Молодцы. Omad tilab qolamiz. Kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Sizga rahmat.